Har bir yaratilgan maxluqni o'lim holati bo'lganidek, chumolilarning ham o'lim holatlari bo'ladi. Chumoli o'lganda o'zining o'lganligi haqida boshqa chumolilarni xabardor qiladi. Qanday qilib deysizmi? Olimlarning o'rganishlariga ko'ra, chumoli o'lish vaqtida o'zidan maxsus bir hid tarqatadi. Ushbu hidni sezgan boshqa chumolilar o'lgan chumoli tomonga shoshadilar va uni boshqa hasharotlar kelib yeb qo'ymasinlar uchun uni dafn qilishga oshiqadilar. Olimlar o'lgan chumolidan chiqadigan moddadan olib tirik chumolining tanasiga tekkizib qo'ydilar va kuzatdilar. Shunda atrofdan chumolilar kelib tirik chumolini ko'tarib ko'mishga olib keta boshladilar. Olib borib uni tiriklayin ko'mdilar. Ko'milgan chumolining tanasidagi maxsus hid tarqatuvchi modda olib tashlangach, chumolini tek qo'yishdi va yashashga ruxsat berishdi. Insonlar o'zlarining vafot etgan kishilarni dafn qilganlaridek, chumolilar ham o'lgan chumolilarni dafn qilishar ekan. Chumolilar ham insonlarga o'xshab o'liklarni maxsus qabristonlarga dafn qilishar ekan. Qabriston uchun unumdor, obod joylar emas, balki chekkaroq, yashash manzillaridan uzoqroq joylarni tanlar ekanlar. Chumolilar ham xuddi insonlar kabi mayitni so'nggi manzilga katta jamoat bo'lib kuzatadilar. Bir kunda o'nlab, gohida yuzlab chumolilar nobud bo'ladi. Ularni dafnida ishtirok etgan chumolilarga o'likdan chiqqan hid o'rnashib qoladi. Qabristondan qaytayotgan chumolilar o'zlariga yopishgan hidni ketkazish uchun badallarni yalaydilar. Agar shunday qilmasalar, ularni ham o'lganlar qatorida ko'mib yuborishlariga to'g'ri keladi. Bu ajoyibotni ko'rib beixtiyor subhanalloh deysiz. Shu o'rinda Alloh taoloning quyidagi oyat esingizga keladi. Yerdagi biror jonivor yoki biror ikki qanoti bilan uchadigan parranda yo'qki, ular ham sizlar kabi ummat bo'lmasalar. Kitobda, ya'ni Lahful Mahfuzda biror narsani yozmasdan qoldirmaganmiz. So'ngra hamma ummatlar Parvardigori huzuriga jamlanurlar. An'om surasi 38-oyat.